Inson qo'li bilan qurilgan dunyodagi eng uzun inshoot haqida bilasizmi? Bu inshoot dunyodagi eng mashhur turistik joylardan biri bo'lmish Buyuk Xitoy devoridir va ushbu devorning umumiy uzunligi 21196 kilometrga teng ekan. Do'stlar, Xitoyning sharqdan g'arbga tomon uzunligi 5250 kilometrni tashkil qiladi. Xitoy devorining uzunligi esa 21000 kilometrdan ham ortiq. Buning asosiy sababi Xitoy devori ayni xaritada ko'rsatilgandek ilon izi shaklida qurilgan. Eslatib o'tish joizki, O'zbekistonning sharqdan g'arbga tomon umumiy uzunligi 1425 kilometrni tashkil etar ekan. Buyuk devor 2000 yildan ortiq vaqt davomida qurilgan. Bir vaqtning o'zida emas, balki turli sulolalar davrida, turli chiziqlar bo'ylab, ba'zida 2-3 qavatlab barpo etilgan. Ilk qurilish ishlari miloddan avvalgi 7-asrga borib taqaladi. Buyuk Xitoy devori qurilishining asl maqsadi Xitoy shimolidagi hunlar bosqini va boshqa ko'chmanchi xalqlardan himoyalanish bo'lgan. Buyuk Xitoy devorini har yili 10 milliondan ortiq sayyohlar ziyorat qiladilar. Ayniqsa Pekin yaqinidagi Badaling qismi dunyodagi eng mashhur turistik joylardan biri hisoblanadi.